Leksimizden ikinci mavzusu mundaq, hürmetli vatandaşım. Amerika, Yaponiya devlet başlıkları söhbet ötközdi. Qol tutuşup, Çavuşan raketalarına taqabil turmakçı boldu. Mavzuala xabar 5. ayının 26. gün Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. 7 devlet guruhi yig'ini qatnash uchun Italiyaga yetib kelgan Yaponiya vaziri Shinzo Abe Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump bilan shu yer vaqt 28-kuni tushda suhbat o'tkazdi. Ikki taraf hamkorlashib, qayta raketa qo'yib berayotgan Chaushanga taqobil turishga qo'shildi. 7 davlat guruhi yuqori darajaliklar yig'ini Italiyaning janubidagi Silsia Arlning Taormina shahrida o'tkazildi. İtaliya vaziri Gilardini 7 davlat başliqlarini qizg'in qarshi oladiganligini bildirdi. Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump bilan yig'indan keyingi muhokamalarda siyosiy, diplomatiya va bexatarlik masalasi bo'yicha muhokama olib bordi. Her qaysi devlet başlıkları zo'ravonlik davr qilgan al taqobil turish, siyosati va Chaushyanning yadro qurollari taraqqiyoti hamda Suriya va Ukraina vaziyatga taqobil turish to'g'risida fikr almashtirdi. 26 kuni Italiyaga yetib kelib, 7 davlat yig'ini qatnashgan Shinzo Abe 26 kuni tushda prezident Trump bilan boshliqlar suhbati o'tkazdi. Chaushyanning yadro qurollari masalasida fikr almashtirdi. İki devlet başlıkları hamkorlikni kuchaytirib, 7 davlat guruhining boshqa a'zolarining Chaushanga besim ishlatishini talab qildi. Suhbat jarayonida prezident Trump bunday ko'rsatdi. Men va mening do'stim Shinzo Abe bilan birga Chaushan masalasi, zo'ravonlikqa qarshi turish va har shakllik dunyoviy masalalar to'g'risida fikr almashtiramiz. Men o'zib aytamanki, Chaushan masalasi dunyoviy masalaga aylandi. Prezident Trump shunday deydi. Men o'zib aytamanki, Chaushan masalasi dunyoviy masalaga aylandi. Bu masala qat'iy hal qilinishi kerak. Bu to'g'rida Shinzo Abe ikki davlat Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlari qo'l tutishib, qayta raketa qo'yib berayotgan Chaushanga taqobil turishga ma'qul bo'ldi va vazir Shinzo Abe mundaq ko'rsatdi. Avval Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trumpning NATO va O'rta Sharqni ziyorat qilib, muvaffaqiyat qozonganligini tabriklayman. Amerika kuchlik holda xalqaro bexatarlik ishlariga aralashadigan bo'lsa, bu intayin madhiyalashga tegishli ahvoldir. Chaushan masalasi albatta shundoq masala ekan, Amerika, Yaponiya ikki davlatning bundan keyingi xalqaro masalalarda texmi ilgarilab hamkorlashishini umid qilaman. Ikki davlat rahbarlari birdek mundaq hisobladi. Chaushan masalasida Jungo halqiliq rol o'ynaydi. Jungo bilan bo'lgan dialog va hamkorlikni kuchaytirishimiz kerak. İki devlet rahbarları birdek mundaq hisobladi. Amerika, Yaponiya ikki davlat Sharqi Osiyoning bexatarlik kapolat qilish hamkorlashib, ikki davlatning diplomatiya, davlat mudofaa birlash yig'inni tezlikda chaqirish kerak. Bu prezident Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump bilan Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe Italiyadagi 7 davlat boshliqlari yig'inida uchrashganda o'tkazgan suhbatining ro'yi. Suhbatda hozir ikki davlat qandoq birlashib, qandoq hamkorlashib Chaushan yoki Chaushan yarim orli krizisiga taqobil turishni mazmun qildi va davriya qildi.